Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Hammanglarning shu ulug' Ramazoniga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu tutgan ro'zanglarni qabul qilsin. Bulupmu bizningki bu yilqi ro'zimiz boshqacha haqiqiy ro'zadek bo'lsin qarindoshlar. Hammamiz bilamiz bu ro'zining ajr savobi haqiqatan bak ulug'. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana shu ro'z tutgan odamning burunqi gunohlarini butunlay kechiradi. Har qanday ajr savobga inson uchun har qanday qilgan yaxshi ishlarga ajr berildi. Ammo Ramazonning ro'zasiga Alloh o'zi bevosita ajr beraman dedi. Ramazonda osmonning, jannatning eshiklari ochilib, do'zaxning eshiklari taqilib, shaytonlarning askillari ko'zi kishallanadigan mushundoq ulug' oy. Lekin bu oy biz uchun vatanimiz Sharq Turkiston uchun boshqacha bir ro'za bo'lishi kerak. Endi qarindoshlarim, bu ro'za degan gap farscha gap bo'lib, buning uyg'urchasi cheklanmak degan bo'ldi. Ya'ni nemidan cheklanamiz qarindoshlar? Aqallisi suhurlik yegandan tortib, kun o'rtog'icha yemak ichmakdan va ayollarga yaqinlashishdan cheklanamiz. Ammo haqiqiy ro'za degan nima desa, ig'zimiz har qanday g'ayvat, shikoyat, nashoyan ishlardan cheklanadi, quluqimiz harom ishlardan, quruq gaplardan cheklanadi, g'ayvat shikoyatdan cheklanadi, ko'zimiz nomahramlardan, mushundoq tordagi, telefondagi nashoyan suratlardan cheklanadi. Bu bir aqlli ro'za qarindoshlar. Endi Ramazon oyi bo'lsa 30 kunlik bir maktab. Ramazon oyi bo'lsa o'zgarish oyi. Qanday o'zgaramiz qarindoshlar? Ramazonda birinchi bo'lib o'zimizdagi xato illatlarga tövbe qilamiz. Bu bak muhim qarindoshlar. Ya'ni o'zimizda mavjud bo'lgan xato illatlarga chuqum tövbe qilishimiz kerak. Masalan, boshqalar bilan bir adovatim bor ekan. Bu adovatni tugatishimiz kerak. Masalan, boshqalarning haqqi bor ekan, bu haqqini chuqum ado qilishim kerak. Alloh subhanahu va taolo bilan mening o'ttirsimda bir jinoyat bo'lsa, buni chuqum tövbe qilish kerak. Bu birinchi qadam. Ya'ni Ramazonga shundoq pokiz bo'lib kirishimiz kerak. Hem bu Ramazonning mush ulug'ligini qalbimizda his qilishimiz kerak qarindoshlar. Bu odatlik kuniga o'xshamaydi. Vallahi billahi ma odatlik kun emas bir musulmon uchun. Endi shuning uchun mushu oyda qarindoshlar, eng muhimi biz Turkistonliklar uchun kechirish va kechirim so'rash. Ya'ni boshqalarga bir yo'lsizlik qo'ygan bo'lsak, mush Ramazonda chuqum kechirim so'rashimiz kerak. Ya'ni biz kechirim so'rash fursati bor ekan, qarindoshlarimiz xapoma deyish kerak. Telefonda az bir ikki kelime so'z yozib, qarindoshim meni kechirib o'tgan, men bilib bilmay o'tgan xatolik bo'lsa meni kechirib o'tgan deyishimiz kerak. Mana men mush munosabat bilan men buni har yil Ramazonda deyman. Mendan o'tib ketgan meningki men ko'ngil og'ritib qo'ygan barliq qarindoshlarimdan kechirim so'rayman. Haqiqiy chin ko'nglimdan kechirim so'rayman. Agar menda har qanday bir ma'naviy va moddiy haqqi bo'lib qolsa, men mushu oyning ichida u haqni egisi qaytarishga men hozir. Va shundaqla musulmonlar ichidan mening haqqimda xatolik o'tkazganlar bo'lsa, men ularni chin qalbimdan kechiryaptim. Allah subhanahu va taolo u qarindoshlarimizni kechirsin. Mayli, men har qanday men tuhmat qilgan, meni haqoratlagan, men qanday bo'lsa musulmon bo'lgan, men uni kechiryaptim. Endi
qarindoshlarimiz mushu Ramazonda dedik, Ramazon bir o'zini o'zgartish uchun, isloh qilish uchun qanday qilish kerak? Xato ishlarga tövbe qilib, yaxshi ishlarni o'zimizda o'zlashtirishimiz kerak. Men sizlarga bir muhim qoidani deb beray. Mushu 30 kun Ramazonninki Allohning dargohida qubul bo'lgan yoki qubul bo'lmaganligini qanday bilamiz? Hammanglar ma'noga diqqat qilinglar. Masalan, 30 kun Ramazon tutdinglar. Yani mush Ramazoninglar Allohning dargohida qubul bo'lgan, bo'lmaganligini bilib boqqanlar bo'lsa, o'zinglarning Ramazonning oldidagi ahvoli bilan Ramazonning keyin 30 kun Ramazon tutib olgandagi ahvolga qaranglar. Agar burun qaltingdan keyin qaltingda hech qanday o'zgarish yo'q ekan, ya bir odatlaringlarda, boshqalar bo'lgan aloqanglarda bir narsa kamlab qolmabdi, bir narsa ush qolib qolmabdi. Agar bunda bo'lsa, sen Ramazonni Xudoyim omonat. Bu 30 kunlik maktabdan bizda azroq bir o'zgarish kerak. O'zgarish bo'lish kerak qarindoshlar. Ijobiy o'zgarish bo'lish kerak. Bizdagi passiv taraflarimizdan 1, 2, 3 illat bizdan yo'qishimiz kerak. Bu Ramazon jonim qarindoshlarimiz. Bu Ramazon faqatlam atiginsi jiqroq yevilib, kechdi xuddi tomoq kelsa, dushman hujum qilib, hujum qilib yevilib, bu Ramazon tutdim deyish qarindoshlar, bu Ramazonning butun mohiyatini yo'qotganlik. Ramazon bir rasmiyatga, bir odatga aylanganlik. Bunda bo'lib qolsa, bu ibodatning hech qanday roli bo'lmaydi. Jonim qarindoshlarim, Alloh subhanahu va taolaning biz bilan bizning ro'za tutishimizga qat'iy ehtiyoji yo'q. Allohning bizga ro'za tutqizib nim qildi desa bizni tarbiyalamoqchi. Shuning uchun birinchisi kechirayli va kechirim so'rayli. Ikkinchisi qarindoshlarimiz shu Ramazonda 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishga, bo'libmi jamoat masjidlarda jamoat bilan o'qishga bir tirishayli qarindoshlarimiz. Nimishqa degan chog'da islom dinimiz ittifoqlik dini, ko'p kollektiv din. Mush 5 vaqt namozda Ramazonda bo'lsa, mush jamoat namoz o'qib ko'nsa qarindoshlarimiz. Ma kishilik munosabat olimlar shunday deydi ekan, bir ishni bir odam bir haftadan 21 kungacha qilsa bu odatga aylandi deb. Yomon ish olsa tashlasak, bu 21 kun ichida to'liq tashlab bo'ldi ekanmiz. Agar bir yaxshini o'zimizga o'zlashtirmoqchi bo'lsak, bir haftadan 21 kungacha davomli qilsak, bu ish bizga o'zlashib odatimizga aylandi ekan. Mana nachar axloq bo'lsa, shu Ramazonni tashlayli, yaxshi axloqni o'zimizga o'zlashtiraylik qarindoshlar. Shu jumladan mana shu Qur'onni bir xatma qilish qarindoshlar. Endi Qur'on agar biz buning qadrini bilsak, ajoyib bir kitob qarindoshlarimiz. Ajoyib ulug' kitob. Allah subhanahu wa ta'ala "Law anzalna hadhal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Agar biz mush Qur'oni Karimni bir taqqa tushirgan bo'lsak, bu tog'lar Qur'oni Karimning salmiqining ig'ligidan charas qilib ovoz chiqilib yerilib ketgan bo'ladi dedi. Mush Qur'on mush qalbimizga ta'sir qilmasa, bizda masala va qarindoshlarimiz. Qur'on Allohning kalomi, Qur'on ichidagi ilm bilim Allohning ilm bilimi qarindoshlarimiz. Bu nurg'un qarindoshlarimiz mush Qur'onning qadrini bilmay, bir Alloh o'ylab baqili qarindoshlar. Bizga o'zimiz yaxshi ko'rgan bir qizdan xat kelsa yoki o'zimiz yaxshi ko'rgan bir o'g'ildan xat kelsa, shuni qanchalik o'qib ketadi. Agar bizga hozir vatandan, ota-onamizdan xat kelgan bo'lsa, qanchalik qadrlaydi. Agar bizga bir davlatning raisidan xat kelib qolsa, shu xatni qanchalik qadrlaydi. Ey Qur'oni Karim, Alloh subhanahu va taoladan bizga kelgan bir xat, maktub emasmi qarindoshlarimiz? Her bir musulmon, her bir Uyg'ur mush Qur'oni Karimni bo'lsa tarjimasi bilan tafakkur qilib, aqallisi savoblik uchun bo'lsa-mu mush oyda Qur'oni Karimni bir tamomlash qarindoshlar. Yana biz mush oyda qildigan eng muhim ishlarning birisi qarindoshlarimiz, bu oy mush sadaqat oyi. Sahobalar deydi, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam eng saxiy odam edi. Shuning Rasululloh o'zi va o'zining oilasidan ehtiyojidan oshgan hamma narsani sadaqat qilyapti. Ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Rasululloh o'ziga va oilasiga yetkidak, ya'ni 1 yillik yetkidak bir narsani ep qilib, uningdan oshqanning hammasini sadaqat qiladi dedi. To'g'ri, biz bu payg'ambarlik bo'lolmaymiz. Ammo aqallisi hurmatli qarindoshimiz, mana 30 kunda 30 dollar, 30 TL, 30 euro aqallisi
Kunda az bo'lsin kunda mushuna sadaqat qilaylik. Balkim bu sadaqat qilish bizga yaxshi bir odat bo'lib yetilib qolsa qarindoshlarimiz, ajab emas. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir qo'yni o'tadi. O'ltirib, "A qo'shnimizga chiqib biringlar, Xadichaning ma og'aynisiga chiqib biringlar, a Yahudi qo'shnimizga chiqib biringlar" deb bu go'shtni parchalab qo'shnilarga taqatdi. Taqitib, "Ha, bizga nima qapti?" debdi. Rasululloh bizga aram bir kichik qo'l qilib qapti debdi. Bizga qo'li qo'yning qo'lidan boshqa hamma narsa qilib qapti dedi. Mana bu Rasulullohning dunyo tushunchasi. Mana bu ya'ni qilib olgan yaxshilik qilib qoldi. Yesang yeysa tugdi degan gap. Ya'ni demak qarindoshlarimiz, mushu Ramazon oyi sadaqat oyi. Qarindoshlarimiz, dinimiz mush ibodat orqali bizni asosiy jihatdan, ruhiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, axloqiy jihatdan, nurg'un taraflardan bizni tarbiyalab, sifatlik bir odam qilmoqchi. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'za tutqanlar satga qilmasin, ro'za tutqanlar vaqirab jaqirab qilmasin, ro'za tutqanlar boshqalar bilan so'qishmasin. Agar bir odam yolg'onchilikni tashlamasa, bu Allohning uning ro'zaga ehtiyoji yo'q deb nurg'un hadislar orqali nimani qilmoqchi desa bizni tarbiyalamoqchi. Ro'zani islomningki 5 farzning 4-inchisi qildi. Ondan keyin sen deydi, ro'za tutib yağınga qilsang, ro'za tutib g'ayvat qilsang, ro'za tutib boshqalarga tuhmat qilsang, ro'za tutib boshqalarga haqoratlasang, ro'za tutib boshqalarning aybini izlasang, demak sen ro'za tutmading deydi. Sen ro'za tutmading. Ya'ni ro'zaning javhariy mohiyati senda bo'lmaydi deydi. To'g'ri? Sen hamda bir qilding, ya'ni Alloh shuni qabul qilsin deymiz, ammo bu ibodatning haqiqiy mohiyati bizni bir yaxshi sifatli musulmon qilish kerak qarindoshlarimiz. Bizning hozir mana Sharq Turkiston davosida, erkinlik davoyimizda eng cho'ng to'salg'alarning birisi bizdagi saposizlik qarindoshlarimiz. Sapoyimizning tövelligi, davogarlardagi, shaxsan mendek bir kishilardagi bir saponing tövelligidan, saviyaning tövelligidan bo'yotadi. Kishilik munosabatdagi aloqaning mahoratlarini bilmasligimizdan, ochchig'imiz yomon, gumonxo'rlik, boshqalarni istiqlom ko'ngilga azor berish. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ro'za tutgan odamda bir xil tamkinlik, sovuqqonlik tepilsin deydi. Alayka sakina vel vaqar. Shundoq bir sovuqqon, bir xil tamkin, oliy janob bo'lsin ro'za tutgan odam deydi. Biz ro'za tutib 21 kun mush odatni qilsak, uni ustiga ro'za 21 kun emas, 30 kun. Demak bizda ijobiy, isil sifat tepildi degan gap qarindoshlarimiz. Shuning uchun ma bijilq ro'zimiz boshqaga o'xshamasin. Ey qarindoshlarimiz, biz ojiz hozir. Biz o'zimizning go'zal axloqi, o'zimizning samimiligi, o'zimizning tirishchanligi, jasurligi bilan boshqalarning qo'llashiga erishishimiz kerak. Boshqalarning hurmat qilishiga erishishimiz kerak. Voy bu bo'lmasa biz qanday qilamiz qarindoshlarimiz? Mana mushu dinimiz bizni sifatlik musulmon, sifatlik bir da'vogar qilib tarbiyalab chiqadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolada mush Ramazonda qarindoshlarimiz cho'qim niyat bog'layli. Men o'zimdagi 1 2 3 ma illatni mash 30 kun jarayonida qilmayman. 1 2 3 yaxshi sifatdan 3 ni o'zimga joriy qildirman. Masalan, mush Uyg'ur musulmonlarga deymanki, bulupmu Yevropadakini o'qimayman. Bulupmu Turkiyada qarindoshlarimiz biz ikki ishqa cho'qim ahamiyat berishimiz. Mush Ramazonda men ikki ishni maslahat beraman sizlarga. Birinchisi qarindoshlarimiz mushu tozliqqa ajoyib bir ahamiyat bersak. Tozliqqa. Mush tozliqni yaxshi qilib, shaxsiy tozliqimiz, oila tozliqimizni yaxshi qilsak, mush qo'shnilar, tur qo'shnilarni bir xap qilmasak, avara qilmasak qarindoshlar. Özümüz bilmey, yana moş Türk bu gülü mandak, bu adam mandak demey, özümüz Resulullah'ın Yahudi hoşları Resulullah'dan pəxirləndi ekendi. Biz özümüzünü bilemey, mecid kirsek, mecidki Müslümanlarını xap qılıp atsak, ayıqımızını bir quyduğaya koymay xap qılıp atsak, şulağa oxşaş namaz okumay, başqa jarı xil namaz okup, bu namaz degen moş Türk'dek okusak qobul buldu canım qarindoshlarimiz. Ulu aminni aşkarımızı biz to'g'lab atsak to'g'ri emas. Ailemizde bu hoşlarımızga, ballarımız bilen, yuqori avazlarımız bilen, qalaymiqan to'lashlarimiz bilen aziyat berib atsak. Mencha mush hoşlarımızga aziyat, mush Ramazonda men
mush Ramazan tutuş orqali mush qo'shniga aziyat bermaslikdan iborat. Bu ishni o'zimda o'zlashtiraman. Ikkinchisi, mush Uyg'urlar qarindoshimiz vaqt tushunchimiz, vaqt sapoyimiz bir assa. Mush davomliq yig'inachimiz, davomliq to'yga borimiz. Bu millatda o'xshashlarimiz, ziyolisimi o'xshash, mollisimi o'xshash, vaqtga rioya qilmaydigan. Ey qarindoshlarimiz, biz musulmon, bizning butun ibodatlarimiz vaqtga bog'langan. Namozga vaqt qarab o'qiymiz. Ro'zani vaqt qarab tutamiz. Iftorni vaqt qarab qilamiz. Hajni vaqt qarab ado qilamiz. O'ylab bakinglar, zakotni biz vaqt qarab beramiz. Qaysi ibodatlarimiz vaqtga munosabatsiz ekan qarindoshlarimiz? Mushundoq bir vaqt bilan chambarchas bog'lanib turib ibodat qiladigan bir ummat. Vaqtga rioya qilmaydigan. Voy bu qaysi din biz e'tiqod qilayotgan din qaysi qarindoshlarimiz? Shuning uchun Ramazon boshqa Ramazonga o'xshamasin jinim qarindoshlarimiz. Ramazonda o'zimizni tekshirayli. Hammamiz men o'zim shaxsan inshaalloh men sizlarga deyim, o'zimda bir yaxshi suhbatni yetildirishga, nachar suhbatlarni o'zimda o'qitishga bir tirishay. Qalbimiz har qanday bir musulmonga nisbatan bir üç adavetden, üçmenlikten xali bolsun. Biz siyasi dünyada cih bir malumattan bulap kettik kardeşler. To'g'ri, bu jarayonni biz besib o'tishimiz kerak. Lekin bu jarayonni, mush malumatdan jarayonni uzatish, qisqartish bizning o'zimizning qo'lidagi ish. Bu jarayon cho'qim besib o'tilgan jarayon. Bu tarixning qonuniyati. Ama muşu hazırki malumat tançılıktan, birbirimizni hakaretlaydigan, tıllaydigan, gumalandigan bu işini kıskartış, uzartış, bunu üzümüzden sapayı münasebetli kardeşlerimiz. Şunlar Ramazan'da sapayı ösmegen, imanı azıraq güçlenmegen, ahlakı azıraq güzelleşmegen, Allah bilen boğan alaqı küçeymegen adam Ramazan tutmadı kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizni safalıq, haqiqiy ro'z qushlardan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizning vatanimiz Sharq Turkistonga bir erkinlik bersin. Ash turmida qiynalayotgan, qarang'i zindonlarda kun nuriga zor bo'layotgan qarindoshlarımızga mash ulug' Ramazonda Allah subhanahu wa ta'ala nusrat ato qilsin. Aşu vatanimizning erkinligi, vatanda zulm chekayotgan qarindoshlarımızning qutulushi uchun siz bizni sabab chiqasin. Bütün bu Uyg'ur musulmonlarni ittifoqlashtirsin va ittifoqlashtirish sap qalbni ato qilsin qarindoshlarimiz. Hammamiz o'zimizni bilaylik. Hammamiz o'zimizni o'ngshaylik. Qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala hammamizdan tek yani yekki hesap oldu. Bu hesabını biz berimiz. O pallağını pustan emas, men nimish qildim, mening xatoligim nada, men nimish qilalayman, nimish qilmadim. Hammamin o'zimizni bilsak qarindoshlarimiz, bu hayot bizningki hayotimiz go'zallik bo'ladi. Vatanga bo'lgan bizning davoyimiz to'g'ri yo'nalish qarab mangadi. Mush Ramazon qarindoshlarimiz, hammamizga boshqa bir Ramazon bo'lsa, mirosim shakillik, rasmiyat xarakterlik Ramazon bo'lib qolmasa jinim qarindoshlarimiz. Ramazan, men demedim Jabir radıyallahu anhu şundaq deydi. Senin roz tutkan vaqting bilan roz tutmagan vaqting o'xshash bo'lib qolmasin deydi. Axloqiy jihatdan, safa jihatdan, iymoniy jihatdan o'xshash bo'lib qolsa bo'lmaydi deydi. Bu shuning uchun Ramazon qarindoshlarimiz. Bu bo'lmas Allah subhanahu taala shunda ulug' bir dinning 4-chi farz bo'lgan bu ibodat faqat tushdi bir vaqt tamoq yemaslik bilan atdiganda kechda toz ashu xuddi ocharchilik qilganda yevilish bilan qanday bo'lib bu islomning 4-chi farzi bo'ladi qarindoshlarimiz? Gap bu yerda emas. Bu Ramazon yemaslik faqat buning bir murosimi, ammo haqiqiy javhiri bo'lsa bizdeki yaman illatlar tugab, yaxshi illatlar üzlüşüp, boshqacha sübbatlik bir odam bo'lish. Ramazonda bir necha nachar illatlarni tugtib, yaxshi illatlarni o'zimizga o'zlashtirsak, kelar Ramazonda ashunda bo'lsak, biz haqiqiy bir sübbatlik jannatga loyiq, u dunyo bu dunyoda bir sübbatlik musulmon bulut qilmasmi qarindoshlarimiz? 30 yil namoz o'qiymiz. 30 yil ro'za tutamiz. Samatahun shupatim samatahun amatahun shupatim amatahun. Ibodat ya bizga dunyoda ya oxiratda asqatmaydi jinim qarindoshlarimiz. Bu asqatmaydi. Shuning uchun Allah subhanahu va taala bu dünyada üzünün muhabbetini bizge rızık versin. Ahirette cemalın görüşük nisip kılsın. Cennetil Firdevs'ta Muhammed Aleyhisselam'dan hoş nisip oğul nisip kılsın. Bütün dünyadaki Uygur karındaşlarımın ailesine hatırlayacağım, köngülünü hatırlayacağım.
qilgan ishlarda muvaffaq qilsin. Hammanglarga ulug' Ramazonda mendek bir bechora musofir qarindoshlardan salomlar bo'lsin. Hammanglarni Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'raman. Hammanglarni Alloh rizoligi uchun so'yman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mushu haq yo'lda, haq davoda birga nisib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammanglarning shu ulug' Ramazoniga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu tutgan ro'zanglarni